Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Bugun yana navbatdagi yangi mavzu. Ya'ni bugun o'rganadigan rejamizdagi mavzular matematik kutilma, dispersiya va o'rtacha kvadratik og'ish tushunchalarini o'rganib chiqamiz. Birinchi u o'zi nima va uni yangi hisob qilish usullari. Har doimgidek bu narsa haqida umumiy ma'lumot berib ketishdan oldin misol davomida o'rganib ketamiz. Menimcha qulay bo'lsa kerak. Birinchi misol ko'radigan bo'lsak. Bizda har doimgidek ya'ni o'tgan mavzularda taqsimot qonunini tuzishni o'rgangan bo'lsak, endi biz xuddi shu taqsimot qonun yordamida matematik kutilma, dispersiyalarning qiymatini topishni o'rganamiz. Bizda shunaqa ko'rinishda jadval berilibdi. Birinchi qiladigan ishim keyin tekshirishdan bo'lsin. Bu rostlamada taqsimot qonunmi yo'q emasmi? Taqsimot qonun rostdan taqsimot qonun yoki emasligini tekshirish asosiy foydasi nima desa, yig'im qismiga. xuddi shunaqa. Ya'ni bizda ehtimollikni yig'indisi teng bo'lishi kerak 1 ga. Agar bularni hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak 0.3, ya'ni 0.6, 0.9, 0.1. Hammasini qo'shsa rostdan 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu narsa bizda taqsimot qonuni ekan. Ya'ni topib endi bugungi mavzuyimizdagi birinchi qiladigan ishim, ya'ni matematik kutilma, ya'ni matematik ajdaniyani topishi, dispersiyani topishi va o'rtacha kvadratik og'ish yoki sredniy kvadratikka отклонениeni topishni o'rganamiz. Birinchi qiladigan ishim bundan. Hop, matematik kutilmani topish juda ham oddiy. Ya'ni qanaqa tartibda hisoblaymiz? mx ni topish uchun men qiladigan ishim mos ravishda bir-biriga ko'paytirib yig'indisini hisoblab qo'ysam bo'ladi. Demak, matematik kutilma nima ekan bizda? Har bitta ehtimollikka uni x qiymatiga ko'paytirib hammasini yig'indisiga. Aynan qaralib m qiymatgacha. Keyin hozirgi misolimizda aynan shu matematik kutilmani hisoblab ko'raylik. mx. mx nima qilaman? 1 0 1 ko'paytiraman. 1 ko'paygan 0 1. Mana birinchi qiymatni, birinchi x qiymatini, birinchi uni ehtimolliga ko'paytiraman. Xuddi shunaqa 2 ni 0 2 ga ko'paytiraman. Xuddi shunaqa tartibda hisoblab ketiraman. 3 0 3 ko'paytiraman. 4 o'zini ehtimolliga 0 3 ko'paytiraman va 5 ni ko'paytirishim kerak 0 1 ga. Shuni hammasini hisoblab qo'ysak, bizda matematik kutilma aynan qaysi qiymatga tengligini bilib olamiz. Hop. Bu narsani hisoblab qo'ysak, bizda qiymat 3.1 ga teng bo'lar ekan. Hop, buni yana kalkulyatorda qo'yib tekshira olasizlar. Hop, matematik kutilmani topdik. Endi dispersiya qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Dispersiyani umumiy formulasi mana bu ko'rinishda ekan. Hop, bu narsani biz matematik kutilma degan bo'lsa, dispersiyani formulasi bizda buni ko'rinishda ekan. dx teng bo'ladi bizda mx kvadrat minus mx kvadrat. Nega endi bu yoqqa matematik kutilmani yozdim? Chunki birinchi matematik kutilmani topib olish oson, aynan shuni yordamida biz dispersiyani aniqlashimiz mumkin. Hop. Bizda mana mx degani xuddi bu yoqdagi matematik kutilma, ya'ni bizda bor qiymat, mx kvadrat nima degani? mx kvadrat degani xuddi shu narsa, faqat bizda endi x qiymati kvadrat darajaga oshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yig'indi pi xuddi shu ehtimollikni qovuradi, ko'paygan bizda x ning qiymatini kvadrat. Hop, keyin endi bu yoqda mx kvadrat topib qo'yaylik. Nima bo'ladi? Endi bir ko'paytirilgan 0 1 emasda 1 kvadrati ko'paygan 0 1. Xuddi shunaqa 2 ko'paygan 0 2 emasda 2 ni kvadrat. Ya'ni 4 ko'paygan 0 2 bo'ladi. Ya'ni buni kvadrati bo'ladi. Keyin 3 kvadrati menda ketadi. Xuddi shunaqa 9 ko'paygan 0 3. Keyin 4 kvadrat 16 ko'paygan 0 3 bo'ladi. Va oxirgisi 5 kvadrati ko'paygan 0 1 bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa kalkulyatorga qo'yib hisoblab qo'yasiz. Hop, bu narsani hisoblab qo'ysak, bizda qiymat 10.9 ga teng bo'lar ekan. Hop, demak shu oldiga
Matematik qurilmada nima qilishim kerak edi? Mos ravishda hammasini ko'paytirib chiqishim kerak edi. Mx kvadratda faqat mana bu x larning qiymati bizda kvadratga oshirilib, ana undan keyin ko'paytiradi. Iboya aytib o'tganimizdek, dispersiyani topishda mana shu ikkita qiymat menga muhim. Shunda bizda dx teng bo'ladi, ya'ni dispersiyamiz mx kvadrat, ya'ni bu qiymat bo'ladi bunda. 10.9 ayru matematik qurilmaning qiymatini yana kvadrat. Matematik qurilma bizda avval 3.1 edi. Endi xuddi shu 3.1 kvadratga oshirib ayirib qo'ysam bo'ldi. Hop, bu narsani hisoblab qo'ysak. Kalkulatorga qo'yadigan bo'lsak, 1.29 degan qiymatga erishar ekanmiz. Hop, dispersiyani ham tushunib oldik. Hop, bu bizda dispersiya uchun umumiy formula. Hop, endi hozir shu joygacha formula bo'yicha kimgadir savollar bo'ldimi? Aynan, ma'nosi nima edi? Ha, yaxshi savol. Dispersiyani maqsadi, ya'ni dispersiya bizda qiymat qanchaga o'zgarishi, ya'ni asl nima desam ekan? Dispersiya o'zi qanchaga farq qilishligini ko'rsatadi, ya'ni ehtimollikdan. Masalan, aytaylik, tangani tushish ehtimolligi 1/2 bo'lsa, dispersiya masalan shu ehtimollikning o'zgarishi, ya'ni qanchaga o'zgarishligini taxminan ko'rsatadi. Dispersiya aynan shu. Matematik qurilma bizda umumiy ehtimollik aynan nimaga teng? Ya'ni biz o'sha hodisadan qaysi ehtimollikni kutib olamiz. Xuddi mana bunga o'xshaydi. Esingizda bo'lsa, mana bunaqa narsa bor bizda. Hop. Masalan, men 100 ta tanga otaman. Menda tanga yo gerb yoki raqam tushish ehtimolligi 1/2 ga teng. Menda matematik qurilma teng bo'ladi, xuddi shuni ikkalasini ko'paytmas. Ya'ni mana qancha gerb, masalan aytaylik, gerb kutyapman. Mana shuni 100 ko'paytirib 1/2 menda 50. Ya'ni menda matematik qurilma 50 ga teng. Ya'ni 50 ta gerb tanga. Dispersiya xuddi shu narsani o'zgarishi. Ya'ni ma'no jihatdan. Ya'ni asosiy ma'no shunda. Ehtimolliklarni farqi o'rtasida. Matematik qurilma bizda qanaqa natija kutishimiz? Masalan aytaylik, siz qaysi bir hodisa deylik. Masalan, menda bu yerda n ta hodisa yuz beradi. Menga kerakligi kichik n bo'lsin. Aynan mana shu kichik n sizda matematik qurilma. Siz 100 ta tanga otasiz. 100 ta tanga sizda o'sha gerb bo'lish ehtimolligi 50%. Demak, natijasi ham 50 bo'ladi. Ya'ni siz kutayotgan natijasi. Aynan matematik qurilma shundan iborat. Dispersiya bizda u narsani o'zgarishi. Ya'ni natija. Hop. Lekin hisob kitob bo'yicha hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Demak, matematik qurilmada shunday ko'paytirib qo'shib qo'yishim kerak ekan. Dispersiyada mx kvadratni topib qo'ysangiz bo'ladi. Yo'qni aytib qo'yasiz. Eng osoni, ya'ni mana bu narsa. Ya'ni sredniy kvadratga отклонениедek yoki o'rtacha kvadratik og'ish. Bu narsa bizga teng bo'ladi ildiz ostida dispersiya. Demak, agar menda 1.29 dispersiyam bo'lsa, bu misolim uchun o'rtacha kvadratik og'ish teng bo'ladi 1. Ya'ni ildiz ostida 1.29. Shu bilan tugaydi. Ya'ni misolimizni, ya'ni hozirgi bugun mavzuyimiz shu birinchi qismi. Xo'p, shu joyga savollar bo'ldimi? Xudo qolsa. Bo'ldi, xudo qolsa. Video dars aynan mana shu 3 ta narsadan iborat edi. Keyingi video darslarda uni xususiyatlarini yana o'rganamiz.